internetda ko'rdimda, rasm ko'rdim. Operatsiyadan keyingi holat deb yozib qo'yibdi. 12 soat operatsiya bo'lgan. Doktorlar shunday o'sha pirchatga man hamma yo'q bilan shunday polda yotishibdi. O'lib qolmagan. Charchaganidan hatto kravatiga kelib yota olmagan. Shuna doktorlar kerakmi? Vrachlar kerakmi? Ha, siz yiqilib tushib oshqozoniga masalan armatura kirib ketdi, uni ochib, tozalab, tikib lecheniya qiladigan doktor kerakmi? Kerak. Ayollarimizni olib borib o'zimizcha do'q qilamiz. Ayol doktor qani, palon po'kin. Ayollar o'qish kerakmi doktorlikka? Hammamiz o'zimizcha taqvodormiz. Menga 03 ga telefon qilib olib, ayol doktor. Qancha kim o'qityapti buni ayol doktor qilib? Ayting mana. Kim bo'ladi endi? Erkak o'qiyaptimi? Kadr yo'qmi? Xolismi? Xohlamaysizmi erkak doktor bo'ladi. Nima bo'ladi keyin?